أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يسألونك عن الأهلة قال معاذ بن جبل رضي الله عنه يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يمتلئ ويستوي ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ لا يكون على حالة واحدة كالشمس. Bu sebebin nuzuldan mı şu rivayetine kepto Muaz bin Cebel Resulullah bu hilal nimişin mında jınçki payda olap jip oxşaş. Onun diken bara tolap unda jumla qalıp kildi. Kin yana bara jınçkilap dastlabda boshlangan holatdagidek yo'qolib ketdi deb so'rabdi. Nima uchun quyoshga o'xshab bir xil turmaydi deb so'rabdi. Şu çağda şu ayet nazil oldu. Yes'alunaka anil ahilla. Ular senden şu yeni tug'ilgan o'g'oqdek ay to'g'riliq so'rashidi dedi. Ahilla degan jama hilal. Hilal summiya bihi li raf'in nas aswatahum 'inda ru'yatihi. Biz hilal deganni istahalla desak, istahalla deganni shu vaqirashni bildirdi degan. Nima bu hilal deganmi? Nima uchun bu hilal deb ataldi desa, asli bu vaqirashdan kelgan so'z. Çünkü bu yeni kögen çağda ay çıktı deb qasla vaqiraydigan bo'g'ishqa hilal deb atalgan. Hilal degan yeni tulga ay dastlab 1-2 kunlari, ba'zida 3-kunga qadar degan, ba'zi 7-kunga qadar degan. Bu oyninki har bir bosqichining birdan ismi bor. Hilal uniki mahaq bu deb Bedir degan shu tulun ay degan vaqtda. Ana shu boshlangandan tortib keyin yana kemayib aslida qatgan qadar hammasini ismi bor. Uyg'urchada emas ama biz o'g'oq ay deb var. Onun to'lin ay var. Onun aralig'idagi bosqichlarning ismi yo'q. Belki bo'lsin, belki biz bilmaymiz. Qul hiya mawaqitu lin-nas wal-hajj. Aytdinki Muhammad sallallohu alayhi vasallam u xaloyiq uchun va haj uchun vaqt belgilaydigan narsa yoki vaqtni belgilab qo'yadigan narsa. Ma'alim degan ko'rsatkich taqtay degandek, ma'alim degan belgisi yoki ma'lum fi tariq deymiz go yo'ldagi ko'rsatuvchi ishoratlar. Ma'yanga mansanız falan yani barasiz. Ma'yanga barasiz degandek bu ma'alima yuqitu bihan nasu mazari'ahum va matajirahum. Bu shunda bir belgilaydigan narsalarki kishilar bunun orqali o'zining tariqchilik ishlarini, tijorat ishlarini, qarz ishlarini, ro'za tutish ishini, ig'zi tutish ishini, ayollarning iddat ishlarini, haj ishlarini, ularning qo'saq ko'tarish muddatini va undan boshqa nurg'un ishlarni mushu oy orqali belgilaydi. Va ma'alima lil hajj yu'rafu biha vaqtuhu. Yana bu taqa hajning vaqtini belgilab turadigan, hajning vaqtini bilib bo'ladigan ko'rsatkich. Demak, bunda jiqnasinga mushu oy chetishliqanda zakat verishmi mushu oy chetishliq. Zakat. كان ناس من الأنصار إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطا ولا دارا. Ensarlardan bir görüp kişilerden, bunun işte bir ekim buluşu mümkün. Bu da ihram bağlığından keyin ta ki ihramdan çıkan kadar ya bir bakka, ya bir koru joyga, ya bir uyga, ya bir çedirdek bir joyga kirmaydigan da. Fustat deganmi bir xil chediram bu. Adat fustat desam Qohironing ko'ni ismini fustat edi. Misrning ko'ni ismi. Hozirmi Qohironing qadimiy shahar tarafini fustat dedi. Boshqalarning ashtar. Hadiqatul fustat va fustat bor shudir. Amr ibn Las masjidi va yerlar shu fustat deb ataldi. Min babin. Demak, shunday narsaga ishkidan kirmaydi ekan. To'nlikdan, oqibi yo'q chiqildim jalinchiligi. Ishtinchi bo'lmaydi dedi. فإن كان من أهل المدر نقب نقبا في ظهر بيته. Madar degan bu loy, chalma degandek. Ahl madar degan shu loydan uy yasaydigan xalqlar degan bu. Ya'ni bu yezikant yoki shahar xalqi bo'lsa degan gap. Ahl madar degan shahar xalqi. Yezikant xalqi bo'lsa, qanaqlik ekan? Uyning, ya'ni bu loydan uy yasaydiganlar deydi. Bu ko'pincha shaharda bo'ldi arabning. Ammo sahroda şu kapını tikiplam köçep yürüp çarvıçılık kılan bedaviyler.
Bundan ki bu şehir halkı yezi qishloqken bunda xalqqa bulab qalsa, laydin uy yasaydiganlar. Bu ishikdan chiymay, uyning oq tarafidan bir kama echib, tunluk echib, shu yerdan chiqar ekan. Yadxulu shu yerdan chiqib chiqar ekan, bu ishikni ishlatmaydi. Naqaba degan tashdirgan. Ehramli qoldi. Wa in kana min ahli al-wabar kharaja min khalf al-khiba. Khiba degan chidir. Wabar degan jung, shu tugidin chiqadigan jung, tugi jung deganday. Yani üçün ahli vabar desa davomli charv baqqan ekan bular charvchilar. Bu shu bedevilik hayotini yashaydigan charvchi xalq degan bu. Ko'chman charvchi xalq bo'lib qolsa, ular bu laydin sağgan uy binasi bo'lmagan ekan, chedir tikib o'tirdi. Chedirdan onda kirish ig'zi bordi. Uning o yerdan chiqmay, chedirning oqini o'rib chirdi ekan. Fanazala va laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Shu chaqdanda bunda bir ahvol ko'rilgan chaqda yoki mushaqdimi Rasulullohdan so'g'an yesalonigadan chetishgan. Hilaldan so'da ondan bunda uyning ishigidan chima va oqdan chidasho bu qanda deb so'g'an chaqda böyle javob kelgan. Va laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Endi yaxshilik degan, savoblik ish degan, ya taqvodorlik degan bu uylarning oqidan teshib chirish emas edi. Ey leysel birru bitaharrujikum min dukhul bab. Yani sizlarning uyning ishkidan chirish gunoh oldi ya taz yaxshi bo'lmaydi deb qilishinglar bu taqvodorlik ya yaxshilik emas. Wala khilafa fi raf'il birri huna. Yani al birru degan so'zni marfu o'qiymiz. Bunda hech qanday ixtilof yo'q deydi. Li'anna al-ayata tamma deganimiz oyatdagi oyat deydi. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب آيات ليس البر ötken. Peki ayada iki ihtimallik var dedi. Leysel birru leysel birra. Lekin bizning qira'amizda leysel birra. Fajaza raf'u wan nasbu thammata. U yerda shunga raf'u wan nasb altida o'qish joiz bo'lgan, ikki ehtimolli bo'lg'achqa. Va hadihi la tahtamilu illa wajhan wahida. Amma miyadiki leysel birra bo'lsa, bu yerda bir xil i'rob bilan keladi buni, ikki xil i'rob kelmaydi. Bu bo'lsa-mu marfu bo'lash. Chunki ba harfi leysining xabariga ham kiradi. Bu mubtada kirmaydi dedi, ha? Lekin ilgirki oyatda shu ba harfi yo'q. Ba harfi yo'q bo'lgan bu al birru mubtadami yoki leysa tavliyatukum vajukum qilal masrab al bir degan bo'lamdi. Ya'ni bu xabar bo'lamdi, mubtadami aniq emas edi. Shu an tuvallu degan ismi leysa bo'lamdi yoki bir ismi leysa bo'lamdi, bu aniq emas. Ammo bu yerda ba harfi bo'lgan ekan, ba harfi degan xabarga ham chiqqan bo'lgan ekan, undan keyin bu yerda shu mubtadalim deymiz. Mubtada bo'lganki leysini ismi bo'ldi. Shu ham marfu holatda bo'ldi dedi. Bundan boshqa ehtimollik yo'q. Ismi buni birini leysini ismisi davosi-chi? Ismisi. Ammo xabari deb digili bo'lmaydimi ya dedi. Ilgirgida xabari digilim bo'ldi. Leysa tawliyatukum albir degan unda bo'ldi. Ilgirgida. Bu yerda hozir unda digili bo'lmaydi. Walakinnal birra lekin yaxshilik degan taqvodorlik qilgan odamdir deymiz. Yoki mudofni taqdir qilib, man amana zuqa adamı. Meyadımı leysel birra man ittaqa deb mana birni taqdir qildik. Mudofni taqdir qilgan. Nimadan saqlandi desa, Alloh harom qilgan narsadan saqlanganlar deydi. Saqlangan kishi el buyut. Buyut degan so'z, an ta'tul buyut dedigo. El buyut degan so'z va babuhu bab degan mushunga o'xshash kelgan ahvollar hammasi degan gap. Qur'on Karimda bu buyut vaznida kelganning hammasi bu shaklda. Bayt buyut, ka'b ku'ub deganday, jayb juyub. Bunda kelgan bo'lsa, Medine qarilari, Basra qarilari va Hafs qatorli qarilar al buyut deb bani madmum o'qidi dedi kishilar. Al buyut. Va huwa al asl. Mush asl qoida shu deydi. Misli ka'bun va ku'ub. Yani Kur'an-ı Kerim'de cek bunlar mesela ceybun ve cuyub, aynun ve uyun, şeyhun şuyuh ve şuyuha deb keldi o ayeti mi? Unda olsa bayut deb o'qigan makanda? Evet, ya biyut deb o'qigan. Bikasril ba o'qigan vaken. Ve men kasral ba fali makanil ya'i ba'daha. Yani nima uchun buni kasr o'qibdi ba'zilar desa, oxidini ya kelgan ekan, bu kasri ya bilan tuqqan yaqin. Mahraji yaqin, til qo'lay keldi.
Şu aqidagi herif qarab turib bilan qachchida zir o'qib o'tibdi buni. Walakin hiya tujbul khuruja min kasrin ila damman. Lekin bunda o'qsaq, ya'ni ba harfini kasr o'qsaq, al-biyut degandagi ba harfidagi kasrdan ya harfidagi pashga yetkilishda sal ig'irchilik bor edi. Bu yana bir tarafdan ig'irchilikmi bo'ldi? Masalan, ta'tul biyut desa, tu degandagi pishdan ba'diki zirga yetkilishda yana bir ig'irchilik bor. Ka'annahu qila lahum 'inda su'alihim 'anillahi illa va 'anil hikmati fi nuqsaniha. Xuddamda bu yerda ular ayning hamda qanda kemiyibkin, to'lab, yana kemiyib ketgan ahvoldan so'di. Buning hikmati nima edi? Nima uchun bunda bo'ldigando, nima uchun quyoshga o'xshash ayında bir xil turmaydigando deb so'rgan chaqda ularga menda deyilgandek. Mening tafsiriga o'tdi qodir. Qiroatdan tafsiriga o'tdi. Ma'lumun, endi xuddi Alloh taolo bunda javob berayotgandek. Ma'lumki Alloh taolo qilgan har bir ish chuqur uning hikmati bor. Ma'lum bir hikmati bor. Uni albatta da alimahu man alimahu va jahilahu man jahilahu. Çünkü ba'zi hikmatni biz bilamiz, ba'zini bilmaymiz. Ba'zi Alloh taolo uni uqtirib qo'ydi. Mana shunda. Fada'us su'al anhu. Çünkü hikmatni so'rab jumanlasizlar. Qo'yinglar uni so'rang. Lekin sizlar muhim bo'lgan bunda foydali ishni qilinglar. Foydasini so'rab jumay. Wanzuru fi khaslatin wahidatin taf'alunaha. Sizlar qilib kelayotgan ishdan bir ishga undan qaranglar. Mimma laysa minal birri fi shay. O qaysi tarafdan olib qo'ysak, hech qanday yaxshilikqa to'g'ri kelmaydigan bir ish bor. Ma ishingni tuzdinglar oldilar, buni so'rab jurmaydi. Lekin siz buni yaxshilik deb o'ylaysiz, albatta yaxshilikqa yaqinmi kelmaydi. Fahada wajhat salihi bima qablahu. Mushu gap hozir ilgirki oyatlar bilan tutashqanligi mushudir. İlgirki ayet yesalunaka anil ahilla degan. O'sha ilgirki jumla bilan mushunda bog'landi dedi. Siz hilal oy to'g'riliq so'rab, bundan nima qilib jumonlar? Meyli sizning tuztizgan o'zingizdan nayt ig'ri illatlar, buni tuztolanglar. Buni so'rab o'tamay. Masalan, sizlar uyning oqidan chiqdigan, bunda o'zingizning avar qilgan tartibini qilasizlar. Fahada wajhat salihi bima qablahu. Demak, yesalunaka bilan munosabati shu dedi. Yaga bir leysel birra degan oyat bor. Onun bilan chetishga erishib desak bo'ldi. Çünkü hayatta yaxshilik deganda bunda shunga munosib gap o'tgan. ويحتمل أن يكون ذلك على طريق الاستطراد لما ذكر أنها مواقيت الحج. Bu anda hajning vaqtini belgilab turgan narsa deb bir gapni deb qo'ygandan keyin oxirdan bu gap bir-biriga chetlab, shaxlab istitrat degan bunga yetkilib, shaxmushaq yetkilib gapning uzrab ketishini istitrat deymiz. Demak bu hajning vaqtini belgilaydigan narsa deb kelib bu gap uzrab ketgan bo'lishi mumkin. Yani gapni uzartish deydi. Li'annahu kana min af'alihim fil hajj. Chunki bu haj holatida bular mushundaroq bir ishni qo'yilgan bo'lg'achqa, hajga munosabatli bir gap bo'lg'achqa, bu gap unda shaxlab ketib qoldi deydi. ويحتمل أن يكون هذا تمثيلا لتعكيسهم في سؤالهم. Yakan bu ularning savol so'g'inda ta'tu savol so'g'anligini misol qilib, xuddi masalan kishilar holatda oldishikdan chimay bakan ta'tu oqidan chirgan manda bo'lganni xuddi avvalniki ishdan so'may munosib narsani so'g'andek, ta'tu savol so'g'andek bir holati bo'lg'achqa, ta'tu bir gapni aklib aniga o'xshatgandek bo'lishi mumkin. Va inna maslahum fihi kamatal man yatruk babal bayt va yadkhul min zahri. Ay savol so'rashda ularning misoli nimaga o'xshaydi? Oldishikdan chimay og'idan tam teshib chiqadigan o'xshaydi. Ta'tu, yani sizning qiyashning ta'tu ish bo'ldi demakchi. Wal ma'na laysa al-birru wa ma yanbaghi an takunu alayhi. Yani yaxshilik unda emas. Siz unda qilsangiz bo'lmaydi. Yani qanday qilsangiz bi an ta'kisu fi masailikum. Savollaringizda unda ta'tu savol so'rab qalaymiqan savol so'rab jumay Allohdan qo'rqsang oldi dedi. Lekin birra mani taqana. Lekin to'g'ri ish, taqvodorlik qilish to'g'ri edi. Qalaymiqan savol so'ramay va tajannabahu. Taqvodorlik qilib va endi qalaymiqan savol so'rashdan o'zini ijro tutgan shu taqvodorda va lam yajsur ala mislihi. Bunda qalaymiqan savol so'rashga jasorat qilmagan odam undan yaxshilikka erishdi dedi. Bari yana bir ehtimol bo'ladi. Bunu soğan çağda içkili narsini soğan bo'lsin. Bu ehtimal bakrak kuchli. Yani hilalning ahvolini bir so'di. Yani o'shamda haj vaqtida bunda nimadan chirib qoldigan ishlar bor, odat bor bizda.
Muş qanday gap, bulamda bo'lmamdi, bu yaxshimi deb so'ragan bo'lsa, unga javob berdi desak bo'ladi. Vaqtul buyuta min abwabiha. Endi o'ng ishni qilib, sizlar uylarning eshiklaridan kiringlar. Va bashirul umur min wujuhiha allati yajib an tubashir alayha. Demak, ishlarni o'ng shaklda qilinglar. Ta'tu qilmanglar va la ta'kisu. أول مراد وجوب الاعتقاد بأن جميع أفعاله تعالى حكمة وصواب من غير اختلاج شبهة ولا اعتراض شك في ذلك حتى لا يسأل عنه لما في السؤال من الاتهام بمقارفته الشك. Yakim bu ayetning mazmunida desek bo'ldi. Alloh taolaning qilgan ishlarining hammasi hikmat va to'g'ri ishdir deb bunda e'tiqod qilish kerak. Bunda hech qanday shak bilan shubhalanib, bearam bo'lib, igizpas bo'lmas kerak. Qalbi zodi unda xotirjam bo'lish kerak. Ixtiloj degan ittirob, igizpas bo'lgan, bearam bo'lgan ixtiloj. Wala atiraz shakkin fi dalik. Uningda hech qanday shakmi kelib qolmaslik kerak, ko'ngilga shak keltirmaslik kerak. Hatto uningda shak keltirgan bunda bir ahvol bo'lsa, uni so'maslik kerak deydi. Yani Alloh kelgandan so'rashmi to'g'ri emasda. Lima fi su'al min al-ittiham. Çünkü savol so'rasa, bu savol so'rashda bir qarilgandak, bir tuhmat qilgandak ahvol bor. Birisi masalan bir jinoyat bo'lib masalan. Bakan birisi masalan sizlar buni falan soatda ishladimlar, ya soatdadimi ya desa, ittiham qaralash bir ahvol bo'ldi. Shu bundan savol so'rasa bir xilamda gumon bilan qarashda iborat. Bi muqarafatihi ash-shak. Muqarafat degan ixtilot degan. Shak aralashgan ekan buningga. Xuddi bir tuhmat qilgandek bir ahvol bo'ldi. Muqarafa degan shu ixtilot degan. La yusalu amma yaf'al va hum yusalun degandek. Savol so'rash adabsizlik bo'ldi. Bu falani unda bayolib men kim bo'lganimda ustanimda jibr o'tilmish qilmoq vermaylar degandek. Ticaretçilik biz bulan şey var. Melikul muluki idha vahab la tes'alanna anis sebeb. Allahu yati ma yasha qif ala haddil adab. Savol so'rashimda bir xil shunda hisoblanadi. Vattaqullah. Allohdan qo'rqinglar yana. Allohu akbar, Allohu akbar. Fima amarakum bihi va nahakum anhu. Alloh sizlarga buyurgan ishlarda, to'sgan ishlarda Alloh taologa taqodirlik qilinglar. La'allakum tuflihun. Shunda qilsanglar, balki sizlar nijotga erishib qolasizlar. Litafuzu bin na'imis sarmadi. Mangulik ne'mat huzurlarga erishinglar mumkin. Sarmadi degan gapni asli mangulik, abadiy degan. Uzluksiz, ayg'i yo'q degan. 190-oyat. Va qatilu fi sabilillah. Yani Allah'ın yolunda uruş kılınlar, uruş kılınlar da ibaret sürdü mağda. Takadarlı kılınlar, Allah'ın yolunda uruş kılınlar. El-muqatalatu fi sebilillah. Yani Allah yolunda uruş nimedin ibaret. Allah'ın sözüne üstün kılış için cihat kılışta ibaret. Men qatala litekuna kelimetullahiyel ulya fehuve fi sebilillah. Resulullah min de tarif peki. Ondan için Allah yolunda cihat kıysa şu fisebillah buldu. Allah'ın sözüne üstün güdüreş için. Ve i'azaz-ı din. Dinine aziz kılış, izzetli kılış. Dininin izzetini kovdaş için. Yani bu ayet Adem'in hecdanımızın kirlem keldi için ama. Köpünce karısa Allah'a cihat kılış, Allah'a fılkajlaş, hec kılış kısmında birlik keldigen mi Kur'an gibi. Bizim aşıklı ötki ayetinin neticede şunda birlik geldi. Çünkü bunun çetişlikte anında mı beden bilen cepaat kıldıgan bir ibadet, bu mu beden bilen cepaat kıldıgan bir ibadet. Anında mı pul hecleş var, mal sarf kılış. Anında mı pul hecleş var, mal sarf kılış. Yani bir tarafı ava erlerinin cihadı olsa, hadis-i ma'u ayollarning jihadimi deb tarif qilingan. Undan bu bir turli jihad o'g'achqa ikkisidan birlik keldi ekan. O'tganki bir oyatda mana birlik keldi. Allazina yuqatilunakum. Yani sizlardan urushidiganlar bilan urushinglar demak. Yunajizunakumul qitala dunal muhajizin. Yunajizunakumul qital degan sizlardan endi urushni vujud chiqarganlar, urush qilib turganlar degan bo'ldi. Muhajiz degan o tinchlikni talab qilib urushmay turib oldiganlar. Demak, urushmay turib oldiganlarga urushmanglar. Ay sizlar urushib turganlarga urushinglar dedi. Ve ala hada yakunu mansukhan bi qawlihi ta'ala ve qatilul müşrikina kaffatan kema yuqatilunakum kaffa. Undan keyin barliq mushriklarla urushinglar. Ularni hammasi birlashib sizlar bilan urushgandek dedi. Mush oyatga asosan bu oyat mansukhlab ketgan.
Lekin mansux deb unda deyitish tazbiya to'g'ri emas. Bu oyatni unda deyiltirsak, bu nima mansux qilayotgan, bu bir mansux qilayotgan Qur'onning 3dan 1 mansux chiqib ketishi mumkin. Amaliyat unda emas. Bu yerda bir xil taxsis bor. Ya ta'mim. Mesela oyat xosdi. Sizlar urushqanlar urushmanglar dedi. Ama urushmaganlar bilan mafhum muxolif bilan chiqdimdi. Ular mafhum muxolif ular urushmanglar degan gap chiqdi. Endi keyingi oyat vaqatul mushrikin kafirgan sizlar urushqanlar bilan urushinglar. Oyatni ta'kidladi. Ondan aslida urushmaganlar bilan ular bilan urushinglar deb animi ma'no ketibetdi. Davonkin ta'mimun ba'da taxsis denildi. Ta'min ba'da taxsis yoki oyatning mafhumini mansux qilyapti deymiz. Çünkü mefhumu sizler urushmaganlar bilan urushmanglar dedi. Hadi men ikkinchi oyat sizler urushmaganlar bilan urushmanglar degan. Yoki el-mushrikin degan ma so'zni bu siyg'li umum emasmi? Bu el-mushrikindan butun dunyoga hamma mushriklar emas. O'sha musulmonlarga aziyat bergan, shundan qo'llab chiqargan, dinga to'sqinlik qilgan o'sha arab yerim aralidagi Quraysh va uning atrofidagi mushriklar deb tushunsak, u chaqda unda mansub degan gap chiqadi. Yani sizin etrafınızdaki aşı müşriklerini hemiz bizler uğraşkandak aşı hemiz sizler uğraşanlar degan gap chiqadi. Demek ki yani şu ma'anın mezmunun ta'kidlashdan iborat oldu. Çünkü etrafındaki müşrikler hemiz qanday qildi? Müslümanlar uğraşıp to'sqinlik qildi. Ve qila hiya awwal ayatin nazalat fil qital. Bunda da'mi qarilibdi. Mush ayet Rasulullah'ın urush qilishga ruxsat qilib tushgan dastlabki ayet da'mi qarilibdi. Öyleyse bazı alimler "Udina lillezine yuqatiluna bi'ennahum zulimu" diye ayetini şu birinci ayette koyuyor. İcazet verildi hem de. Onun da ilgili "Kufu ediyakum" da ayet var. Ama o urusda çoğu bizge cihatını parası kılgan boğazda bağır çekilip ketkenli var. Şu cihadı "Kufu ediyakum" ya kuşişlerin mağanacım turanlar da ne oluyor? Keyin andın cihatını parası kılgan çağda çekilgenli mi yok kettiler. Demek bu cihat ma'lum bir vaqtda Rasululloh Madinaga ko'chib kelib, bu yerda islom davlatini barpo qilgandan keyin musulmonning o'zaldiga territoriyasi, qo'shuni, davlati bo'lgandan keyin ondan bu yo'l qo'yilgan. Shu yo'l qo'ygan dastlabki oyat qaysi desa, oyatni ko'rsatib baqqanlar ekan. Yuqatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتل ويكف عمن كف. Ve müşayet düşkenden keyin dastlab qilib urush qildilar, urush degandan keyin Rasululloh urush qildilar, urushdi, urushmaganlar urushmaydi. Yoki manda desak bo'ldi dedi. Avvalladina yunasibunakumul qital duna man laysa min ahlil munasabati min ash-shuyukh was-subyan war-ruhban wan-nisa. Yoki shu kafirlarning ichidan sizlar urushalaydigan, urushib turadigan jangchilar bor. Shunlar urushinglar, uning ichidagi Karıçıra, balıçaka, ayallar, rahiplar, bunlar uğraşmanlar degan bo'ldi. Bundan keyin mansuk degan gaplar uçmaydi. Yoki avval kafara kullahum li'annahum qasiduna limuqatalatil muslimin fahum fi hukmil muqatala. Yoki barliq kafirlar bilan urushinglar degan bo'ldi. Chunki ular amaliyotda ba'zi urushmagan bilan lekin ichki jihatning hammasi ana musulmonlar dushmanlikda birlashib musulmonlarni qaslab turgan, shu qasd qilib turgan, ahu deyishdan kafirlarmiz. Musallafnomush degan gapga sizlar qanday qaraysiz? O'z vaqtida Arab yerim aradagi ba'zi mushriklar shunda bo'lishi mumkin. Hozir unda emas. Dunyoda hozir holatda kafirlarning ichida faqat musulmonlarning aytishmarini ziyonni umay o'zimizning ishidan bo'ldi deydiganlar bor. Ondan azroq dushmanlik qildiganim bor, ondan bakra qattiq dushmanlik qildigan, urush ziyon urganlar bor. Yani leysu seva desek doğru. Ve la ta'tadu. Yana düşmanlık qilmanglar yoki chekidan oshirib ziyankeşlik qilmanglar dedi. Tajovuz qilmanglar dedi. Qanday esa bibtida qital. Urushmiz bakada urushib tajovuz qilmanglar. Urushsa undan urushinglar. Aw biqital man nuhitum anhu min an-nisa wa shuyukh wa nahwihima. Yoki sizlar urushdan cheklanganlar bilan urushmanglar, ularni o'tamanglar. Agar shuni o'tasanglar i'tida oldu. Yoki masalan sulh tuzib ahdini buzmanglar dedi. Bu i'tida. Yoki masalan da'vat qilmasdan urush qilmanglar desak. Chunki Rasulullohning davrida boshqa bir islomga da'vat qilib, unda urushga qo'shib. Bular malik islomda xalqda bo'lgan vaqtlar. Aw bil muslah yoki urushgan vaqtlarda insonlarning uya buyurni a'zolarini kesib, qiymiyalarni qilib, bosh shaklda tajovuz qilmanglar.
Şu musla degan bir insonning burnini, quloqlarini kesib, tirik bo'lsin, o'lgandan keyin bo'lsin. Bu yerni kesib bunda qiynab nima qilish bu musla. Abu Sufyanning ayoli Hamza radhiyallohu anhuning qo'shnini bo'lsab, jigirini kesib chaynagan, shunami? Shu musla. Rasululloh unda musla qilishdan to'sgan. İnnallâhe la yuhibbu al-mu'tadin. E'tida qilmang, tajovuz qilmanglar. Chunki Alloh taolo bunday qiluvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Va qutuluhum haythu taqiftumuhum. Endi ashuna urushilgan kafirlar bilan chiqishgan vaqtinglarda ashuni tapqan yeringlarda o'tiranglar. Va thaqaful mawjudu ala wajhil akhdi wal ghalaba. Thaqaf degan al-wujud ala wajhil akhdi wal ghalaba. Bu g'oliblik bilan uni qamallab edib tutishdan iborat edi. Bunda ahvol bo'lsa, bu taqaf, xuddi basmada tutgandek, qamallab tutgandek ustunlik bilan bunda tutilish ahvoli bo'lsa, bu taqaf bo'ladi. Va akhrijuhum min haythu akhrajukum. Yana sizlarni chiqarayotgan joydan ularni chiqaritinglar. Ya'ni Makkadan demakchi. Çünkü Resulullah'ını ve muhacirini Mekke'den çıkarırken Kureyş müşriklere. Demek muş ayette hazır neme işaret var? İşaret hazır. Aslında çıkarırken yerden çıkarıtınlar yine. Aslında çıkarıtılan alet kilisler. Şu çağda çıkarıtınlar yine buyruğunu Mekke'ne alışlar, fetih kılışlar, kin onu çıkarıtışlar yine. Demek hazır işki buyurdu. Tapka İran'da oturanlar dedi. Mekke müşrikleri mi hazır? Bekrek. Aşo ellezine yuqatilunakum şu anda. Mekke müşriklere sizlarni jutdan chiqarayotgan ekan, urush e'lon qilinglar, tapqa yeringlar o'tiranglar yoki shahardan chiqarib o'tinglar. Bu yerda ikki kishining qan qilsang mayli degan bir ixtiyorlik bor. Ya o'tdasa ya chiqarib. Chunki o'tirib qolgandan keyin chiqarib kelolmaydi. Tirik qolsang, o'tmay qo'ysang chiqarib keloldi. Antumun tulaqa degan Rasulullohninki o'sha chiqarayotgan gap bu ya. Qo'yib berganlik. Ikkinchi tomon degan musulmon. Ya, musulmon bo'lmaganlarni chiqarayotgan. Müslüman bo'lmoqda. Va adamulloh taolo fath Makkata bi hadhihi al-ayat. Demak Alloh taolo Makkani fath qilishlar deb bir xil va'da berdi. Va qad fa'ala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biman lam yuslim minhum yawm al-fath. Makkani fath qilgan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni musulmon bo'lmaganlarni qanday qilgan? Bir qismini o'tgan, bir qismini chiqarib o'tgan. Chunki Ka'baning shu yo'qiga islomasini o'tirang deb buyruq qilganlar bor. 10 ga yaqin kafirlar. Tamam? İbn-i Hattal mesela. Şularda öttegelva öttemeye andın çıktanlar yok. Galip gelip yengen dinken anda tutup eşken. Yengen vaxtıda düşmanını tutup kamallap pulgu çigüzüşken. Kullanlığa çigüzgen vaxtıda tutkayırında ötüranlar diyen. Demek takaf diyen sözünü şöndürü oturdu. Ma ehval kanda çağdaki ehval. Bu Mekke'deki acı Müslümanların ya bir adı kışınap tutup ya Kur'an okulu ya namaz okulu koymay ya İslam tablet koymay ayında teriperen olup izlip geliyotkan ehval emas. Senin bir devletin var, kurallık gücün var, rehberin var, komandan var. Yani üzerinin bir kanuni mevcutluğun var yani. Bunda olan çağdan uruş elan kıldan bu bir kalamda güç kudretini ifade edilen ehval. Hiç bulmuşsa tam tutuşalıgan bir ehval. Şunda ehvalda sizlar tapqa yerinde o'tiranglar dedi. Tapqa yerda, tutqan yerda, qulonlig'i chigizga yerda o'tiranglar dedi. Wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Fitna deganimda bu aslidan kelgan so'z. Fitna degan bir xil tovlash. Oltinni masalan, yirtib, oltin ya tumi vakiza aralash binasi bo'lsa, buni yirtib o'tqa toza tutsak, oltin lam sap tovlindi bu. Bu bir xil fitna. O'tqa tutsak, bu sinaq yoki tajriba qilib uni qilsak, bundan oltin tovlinib chiqadi. Aslida fitna degan so'zning manbasi shu. Bu yerda qattiq sinaq, eg'ir sinaq degan ma'noda. Wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Bu eg'ir sinaq nimadan iborat? Kafirlar, mushriklar tarafidan biz eg'ir sinaqqa duch qilindik. Yani bizni qiynab mesela Bilal'ni qiynab ahad Sumayyani o'tiribdi, Ammar ibn Yasirni qiynadi. Tamam. Ashunda qiynashlar nima uchunda islom dinidan yamdiritish uchun qilgan narsa. Ay musulmonlar endi sinaqqa duch kelgan, endi tavlangan shu musulmonlar. Demak, ashunda islom dinidan yamdiritish uchun endi qiynab, endi kuchash bu sizning alimga qilgan o'tirashdan iborat, ma ishingdan eg'ir jinoyat o. Demak, ağının cinayet eg'ir,
sizlar yengil bundan bilan jazolat. Sizlar aytib emas buningda. O'tirishmi bu ig'ir jinoyatdir. Nima uchun o'tirangda ruxsat beryapti Alloh taolo? Aslida insonning qanini tugashgan bir jinoyatdir. Man qatalansan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatalan nas jami'a. Undan keyin oshunda turg'uliq o'tda deb buyuryapti Alloh taolo. Yani buna illati nima esa? Val fitnatu ashaddu min al-qatl. Chunki Allohning dinidan yandirish uchun qilingan harakat o'tirishdan yomon. Sizlarni qilganlar da uni qilganlar. Undan ig'ir jinoyat bo'lgandan keyin buning jazosi o'lim. Fitna basad degan Uyg'urchada masalan bir g'alva, ba'zi bir adovatga sabab bo'ladigan, qalaydigan gapsiz, yolg'on gapida gap taqitib, bunday qilib fitna basad deymiz. Ya'ni insonlarning orasi buzilib ketadigan, adovat paydo qiladigan narsa deymiz. Lekin aslida bu Qur'on Karimda hadisda kelgan fitna ko'pincha ahvolda Allohning dinidan yondirish uchun. Fitnatur rajul fi dinihi. Ashu fitnami. Keyingi vaqtda musulmonlar davlat qurib qilgandan keyin o'zaro urushib ketishmi fitna. Shunga fitna bo'lsa, musulmonlar o'zaro fitna bo'lgan chaqda qo'yangni haydab, sana shu tog'ning cho'qilariga chiqib, qilichingni sundirib, yolg'iz yashagan hadis bor. Demak, anda o'zaro qirg'inchilik, o'zaro adovat bo'lib ketgan chaqda bu fitna deb ataymiz. Ammo kafir bilan bo'lgan munosabatda musulmonni dindan yandirish uchun qilingan harakat fitna. Demek bir yerda hozir val fitnatu ashaddu min al-qatl degan o'tira deb qilgan buyruqninki illatini bayon qilishga iborat. Nima uchun bu yerda ig'ir bir ish qilib buyurdi. Adam o'tirish bir ig'ir, ondan haramda o'tadi. Mekkada o'tadi. Chunki haramda adam o'tirish degan 11 ig'ir jinoyat. Lekin bunda ikki jihatdan ig'ir bo'lgan bir ishni qil deb buyrug'ini oyatda undanmi bak cho'ng bir ig'ir jinoyat borligi. U bo'lsa-mu Allah'ın dininden yandırıtış, dininden tosaş meselesi. Demek senin kıyga işin mi o? Edemini öttürüşen, öttürgenini heremde öttürüşen bu eğirmez. Eğira. Eşed diyene mi şu sedüştürüşsünüz? Ey şirkuhum billahi azam minel qatl. Yani yani Allah'ın şirklik edirdi. Şirklik emez, Müslümanlığına Allah'ın dininden tosar. Bunu kıyın kıstak kılıp bunda kişinişi. Vel belâullâdi yenzül bil insan. Demek aşında kişinese insan katkısına kıdış kıldı. Belki o küfür sözünü de yapılaşı mümkün. Ammar ibn Asir'deki ama kişinalganda. Feyuazzabu bihi eşedde aleyhi minel qatl. Demek sınav, insan şu sınavgan takdirde kişinin kıstaklanıp azap okuvası uçurgan çağda bunu azaplandı. Muş ahval insana nispeten öttəgəndə mi bəkrək qat iş bu. Bazı kişinin çağda tam qablım etmesi kendi arzuqlıq qılışım mümkün. Etütə de talep qılışım mümkün. Ve qila li hakimin ma ashaddu min al-maut ulamdımma qatırak bir nas bamı. Qala allazi yutamanna fihi al-maut. Ölümde arzu kaldığın ahval uçup kalsa bana muş en katlık ahval. Bir ölsemken dediğin haletki kep kalsa muş ölümden mi katlık bana. Fakat ja'alal ihraca minel vatan minel fitenelleti yutemmenna indahal maut. Demek yani bu Müslümanın Mekke müşrikleri tarafından düşkəgen ağır ahvalandı. Ölümden mi katlık nasi nemelse diyardan çıkarıtış, vatandan çıkarıtıp aşında ağır ahvalga düz kılış ölümden qattiq narsa demekçi. Yani o vücudundan ayrılgan adam o xuddi qiynalib ölüp ketsem-ken deb arzu qildigan holatda bo'ldi demek. Şey Qardaviy üçün tefsir qilib deb qatorda bir nimasi bor ekan. Mana shuni deb Alloh subhanahu va taolo qarini qilgan, vücuddan chiqarishni o'lim bilan o'xshash sanagan. Miyadiki şu fitne eşeddi min al-qatl degan vücuddan chiqarishga qaratildi. Deb yig'lab ketgan, ko'zlaridan yosh ketgan. Chunki Shayx Qardaviyni Misrdan chiqarib etgan. Vücuddan chiqarib etgandan bu intayin ig'ir kelgan narsa. Sarsalliq degan g'urbat yashashga intayin ig'ir. Yani şu vücuddan chiqarib etishni adam o'tirishdan ig'ir jinoyat ta'tilar. Şuna hicran azabı yoki ayrilish azobi bilim azobidan ig'ir degan gap. Ya bu şu 60. yıllarda Mısır'da şu asasen şu Müslümanlar turmuqdaşlar yo muqiga vaqtida Qatarga ketgan. Qatarga ketib şu yerda fakultet qurib yo maktabda o'qituvchilik qilib shuna turib qolgan. Uning yog'i Mısırga qaytib kelib turish cheklandi. Qatar nubusi o'tib ketgan. Ya bu tekfir ve hicra degan muş iqimlar 60. yıllarda Abdünasır Mısır'daki Müslümanlarni bular ihvan musliminni hamman degidek turmuqdaşlar turmada intihar vahşi qiyin tutaqlar.
Qiyinchiliklar mesela doktor Zeynepul G'azalining vaqaligi Ayyamul Hayati deb kitobi bor. Shu turmadagi kechirmishlarini bayon qildi. Bu kitoblar Sayyid Qutbning shu turmada qiynalgan ahvollari, bundan boshqa nurg'un kitoblar yozib ketilgan. Turma xotiralari. Shu chog'dagi vahshiy qiynashlar musulmonning boshiga kelgan. Hatto musulmonlardan qana Xudoyingni chaqir qutuldiranlarmikin bizda. İntayın hamda çekidin aşkan halatda qiyinchilik olgan ekan, bu musulmonlar qiyinchilik ilmiy versa ularda bir xilini buldan, imkon paydo bo'ldi. Shunga ko'pincha bular yoshlari Alloh taolaning bu insonlarning jamiyatining qonuniyatini tushunib bo'lmaganlar, ya qabul qilib bo'lmaganlar. Biz mushunda islom deb o'qisa boshqa hech qanday gunohimiz bo'lmasa, Rabbunalloh deyishdan boshqa jinoyatimiz yo'q. Shunda turulliq bizni mushunda darajada qishnasa, buni musulmon degili bo'lamdi deb ondan bu kafir degan. Kafir deb bilan qanmasdan va jamiyatni hammasini kafir deydi. Takfirul mujtama degan gap shu yerdan chiqdi. Takfir degan ekan, jamiyatni kafir degan ekan, qanday qilish kerak? Biz kafir emas yoki undan nimaga hijrat qilishimiz kerak degan hijrat degan gap paydo bo'lgan. Takfir va hijrat degan bir jamoatning ismi. Shu chaqdagi bir iqim shakllanib, takfir va hijrat hatto ba'zan shu turmadan chiqayotganlar cho'lga chiqib chedatik o'tag'an. Jamiyatni tashlab, shu Sayyid Qutbning jamiyatimiz kafir deganda qarashlari shu turmada paydo bo'lgan qarashlar. Takfirul mujtama. Keyin bular mushunda bir iqimli paydo bo'lgan chaqda Xon Muslimning shu chaqdagi cho'ng rahbarlari, murshidlari kitob yozib bularga deydi. Masalan, Umar tilmasani deydi. Duatun la qudo degan kitobda shu chaqda yozilgan turmada. Shu yoshlarga raddiya berish uchun. Biz tashviqotchi, lekin ma kafir emas, ma bunda deb hukm qilgan qozi emas deb bas bir risolasi bor. 200 betga yaqin bir kitob bor. Shuni yozgan. Va shuni yozgandan keyin uning bir qismi ba'ning qarshiga qaytgan. Ya'ni bir qismi davomlashib, bular 80-yillarga qadar hozir butunlay yo'q. Hammasi hatto uning rahbarlarimi kitob yozib, o'zining shu yo'ldan qaytganligini, burun xato qarashli bo'lganligini o'zi e'tirof qilib, e'lon qilib kitobni nashr qilib qo'ydi. Hozir oldan asar qilmadasiz. O ko'pincha unda diniy nimani o'qib boqmagan. Shunda biramda tuzlam hayajon bilan nima qilgan yosh bolalar. Va turmushtirib qattiq qiynalgan ekan, bunda odamni musulmon degan odamda deb bilan kafir deydi. Esiyat hayajon deb bana. Demak, jutdan chiqarib o'tish degan bu jinoyat intan eg'ir. Jutdan chiqarib o'tish inson o'limni orzu qilib qoldigan bir azob oltiga o'xshaydi deydi. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. Endi haram masjid bir ulug' joy bu. Alloh urushni, odam o'tirishni, hatto hayvonotlig'imi, ziyon yetkazishni, uni beharam qilishni haram qilib o'tgan bir joy. Butun maxluqlarga amonlik joyi. Bu yerda urushmanglar. Agar sizlar urushib qolsa, urushinglar. Ay va la tabda'u biqitalihim fil haram hatta yabda'u. فعندنا المسجد الحرام يقع على الحرم كله. Bizning yani Hanafi mazhabda demakchi, indana degan. Hanafi mazhabning qarshida Masjid Haram degan so'z butun haramga ishlatildi deydi. Masjid Haram yani Makka atrofidagi haram doirasi bor, butun shuni ishlatildi deydi. Shunga Alloh taolo unda subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram deydi. Lekin Rasululloh isro chiqayotgan masjidni o'zlamasdan uyditdi. Kecha uxlayotgan chaqda isro chiqdi-ku. Shu joy Masjid Haramning o'zlamasdan Makkada uyda uxlayotgan Masjid Haram emas, Makkada uxlayotgan. Demak, Masjid Haram degan mishada butun Makka shu haram doirasini o'z ichiga oldi demak. Fa in qataluukum faqtuluhum. Hamda shu haramda Makka va shu atrofdagi haram qilingan joylarda sizga qarshi urush qilsa, undan sizlar bu yerda urush qilinglar. Bo'lmasa, unda siz boshlab urush qilmanglar. Chunki ayol ulug' joy bu. Fa in qataluukum faqtuluhum dedi. Sizlar urushib qolsang, o'tiranglar. Bu nimani bildirdi? Bu bir xil bishorat edi. Fa in qataluukum faqatiluhum dedi. Sizlar urushsa, unda urushinglar demaydi. Sizlar urushib qolsa, o'tiranglar dedi. Demak, sizlar g'olib kelisizlar. Siz o'tiradigan holatda buni o'tiranglar dedi. Yani bu bir xil bishorat. فعندنا يقتلون في الأشهر الحرم لا في الحرم. Bizning qarshimizda yani bir mazhabning qarshida ular haram deb qaralgan, haram qilingan oylarda o'ltirsak bo'ldi ularni. Ammo haramda o'ttirsak bo'lmaydi. Lekin ular urushni boshlab qolsa haramda, u chaqda undan urush qilsa o'ttirsak bo'ldi. Ana Shafiy mazhabda boshqa qarash bo'lishi mumkin. Va in kana zohiru qawlihi wa qatuluhum haythu taqiftumuhum
yubihul qatla fil amkinati kulliha. Müşahidning zahirdan qarasak vaqtuluhum haythu laqtum. Nerede tafsan o'tirang degan, ayramning ishi tafsan o'tiranglar degan mushun bildirdi deydi. Qaysi joyda? Lakin liqawlihi va la tuqatilu indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi khassal haram. Avo nertasan o'tirang degan. Keyin andan ma haram dairasi o'tamanglar dedi. Haram dairasi o'tamanglar urush qilmang, lekin uni urushib qolsa haram dairasi o'tsin, o'tasan urush qilsang bo'ldi dedi. İlla indal badaati minhum. Yani başlaş aladın sadir olsa bo'ladi dedi. Kaza fi şerh ta'wilat. Şerh ta'wilat degan kitobda shunda kelgan. Men ash kitobni naql qildim dedi. Şerh ta'wilat degan İmam Maturidining Ta'wilatul Qur'on degan kitobiga İmam Nasafiyning yozgan sharhi. Kazalika jazaul kafirin. Ana shuningdek bo'ladi dedi. Nima? Kafirlarning jazosi. Kedalik cezaul kafirin mubtadaken ve haberken. Cezaul kafirin degene mubtada. Kedalik degan haber. Demek bu kedalik haber muqaddamken. Cezaul kafirine kedalik. Kafirlarning cezası akıbete ana şunda buldu degan. Ve la taqtuluhum hatta yaqtulukum. Fa in qatalukum faqtuluhum degan. Mundaq qiraatni Hamza ve Ali degan qarilar mundaq qiraat qildi. Yani mufaala vazni emas, fe'l vaznida. فَاِنْ اِنْتَهُوا Navada Allah şirkten, Müslümanlar Allah'ın dininden tosaşten, Müslümanlar karşı can elan kılışten toxtab kalsa, yansa فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ Hakikaten Allah Teala mağfiret kılgıçıdır, ularının sadır kılgan kılmışlarını keşirgüçüdür, tövbesini kabul kılıp, imanını kabul kılıp, rahim şefkat kılgıçıdır. Bu hudda Allah Teala'nın Suret Tevbe'de قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِيَّنْتَهُ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ ve yaudu fakat madad sünnetul evvelin diye ayetke okşaydı. Yani kafirli mi? Tövbe kıysa kuluklanmıyor. Yani tövbe küfürdek ağır zinayetli mi? Ve qadilum hatta la tekuna fitne. Yani takip fitne kanmağın kadar, fitne bulmağın kadar ula uruşanlar. Yani Müslümanlık karşı anda zorluk olan dinde yandırışka urunduğun, Müslümanlığına çiğneydiğin, ayında azap okubatlı bilen, tecavüz kıldığın işler bulmağın kadar fakat kanmağıca ula uruşanlar. Fitne degeni ya şirk deptin. Yani bu ayet hazır ilgirki ayet uruşunu başlaşını mı kılışın ama sizler uruşkanda uruşunu başlanğına da başlaş noktasını belgildi. Ma ayetten uruşun kaçanda toxtusuyla başladığınlar mı? Uruşun toxtusunu mı biliş gerek? Uruşun başladığınlar bu uruşun ta ki Müslümanlık karşı bunda tecavüzle kanmağın kadar davamlaştırıyorlar. Fakat kanmasa, hatircanlık olup, Müslümanlar emin tapsa, uçadanını toxtusuyla demek. Demek Müslümanlık karşı onda tecavüz kılmaydıganla bulup kalsa, uruşmayımız diyen gep mi? O yüzden ahaliler yavaş yaşaydıganlı olsa, onun uruşun toxtuğunlar. Yani hemmi kafirini kırıp yoktuyduğunlar diyen gep yok mu? Hazırki dünya miqyasıdır mı? Yaxşı muamele kılıp, ziyan olmay, özden şöyle bağlılığı çıkılmaydan gep. Ya ehdi tüzgelliği yalnız, çıkılmaydan gep. Müslümanlar abileşkenliğin abileşkenliği. Ve kâne tâmmen. Bu isim ve haberge ihtiyacı olmadıgan da bulaş bulmaslık diyen gel. Yani fitne bulmağın kadar dedi. Fitne tepilmağın kadar dedi. Ve hatta bimana kay. Yani hatta la tekuna fitne kay la tekuna. Da bu onda tefsir kılındı. Yani fitne bulmaslık için bunda uruşanlar yaptı. Ev ila en la tekuna fitne. Yani fitne bulmağın kanmağın kadar. Ve yekûne dînu lillah. Din sap Allah'a halis bulab, başka nesili çokunmaydıgan, erkin azadı Allah'a ibadet kıldığan, eşlimden korkmaydıgan, bunda erkinlik, hürriyet boğan kadar dedi. Fi nasib, yani şeytanğa açkın nasibi tegmeydigan, başka tavağıt onu tegmeydigan, Allah'ın başkası ibadet kılmaydıgan boğan kadar bunda uruş kılınlar dedi. Fe inintehu fela udvana illa alel zalimin. Eğer ula tecavüzden, Müslümanlığını dindin yandırış, yani kıyın kıstak ediş kişilerden yansa, bulduk ise uçağda tecavüz degen, düşmanlık diye zalimliğe karşı buldu. Bir yerde hazır maksat bunda tecavüz kıysan bulmaydı degen. Yani zalim karşı tecavüz kılsa, lekin adette tecavüz degen zalimden başka elemge tepilmaydı degen yapamaz. Yani emniyette bunda iş bulamdı bulmamdı degen yapamaz. Yani adette zalim olmasa şu adet ki bir günah adamı tecavüz kılındığı, yani bir günah adamı tecavüz kılınıp bakmaydı degen yapamaz. Tecavüz kıysan bulmaydı da bir yerde buyruk Müslümanlar. Yani fa'inum tanau anil küfre, yani bula küfürlükten bulduqlar, Müslüman bulab, tövbe ise ulada uruşmanlar. Fe innehu la udvana illa ala zalim. Çünkü
ay zalimlik qilganligi andan biz tajovuz qilmas. Aw fala tadlimu illa zalimina g'ayral muntahina deydi. Mana zalimin hozir qaysi ma'noda bo'ldi mana? Fala tadlimu illa zalimina g'ayral muntahina ma'noda bunda deyilamiz. Ay kafirdan tövbe qilganlar bo'ldi uni yetkizmanglar. Tövbe qilmay yana bo'ldi qilmay shu nimada yanmaganlarga qarshi endi o'tasan bo'ldi degan gap chiqdi. Endi bu zalimin deganda bunda tafsir qilsang bo'ldi. Kafirlarning ichidan bo'ldi qilib tövbe qildim, vaydat bo'ldi, men yandim, men pushman deb alulab to'xtadi bu. To'xtasimi buni o'tasa, hozir ashuni o'ttagan musulmon jangchi zalim bo'ladi. Yana bir tafsirim. U chaqdan Alloh taolo va mu'minlar kimga qarshi adaplash jazo yurish qilish kerak. Ashu kafirlik bo'ldi qildi, tövbe qildim deb qul ketasimi, yana ashuni o'tiravergan musulmon jangchilar qolsa, uning qarta andan musulmonlar ana adaplash kerak. Boshqani tafsir ma, maktabda yo'q. Ya'ni fa inintahu bana. Fa inintahu, ya'ni kafirlar bo'ldi qildi. Bo'ldi qilgan lekin bu chaqda uning udvon yo'q. Lekin udvon kimga bo'ldi? Bo'ldi olsa uni yani o'ttirman deb tug'an musulmonlar qarta bo'ldi. Musulmonlar ichidan kafir bo'ldi qilsa yani o'ttirman deb o'tiravergan bo'lsa, buni o'chaqdan udvon qilsan bo'ldi degan ma'no. Bu ikkinchi tafsir. Lekin ta'sirak chiqdan va ikkinchi tafsirda bo'ldi qilsimi o'tiraverman deydiganlar bo'lib qolsa, shularga, shu musulmonlarning shu bir qo'shindan bir qism kishilar Allohninki o'tamanlar degan buyruq unmay yana o'tiraveramiz desa, bu chaqda zolim bo'ldi bu. Nolki buningga udvon qilish bor degan bu. Endi bu yerda deydi, summiya jazaa'uz zolimina zulman lil mushakara. Zalimlarni jazolash bor desnama, lekin bu jazolashni zulm deb atama berdi, udvon deb atadi. Tushunmi? Ya'ni fala udvon dedi-ku. Fala jazaa illa ala zoliminta. Lekin bu udvon deb atadi. Amaliyotda bu orqali u musulmonlar Alloh taolo ular qarshi tajovuz qilmadi. Lekin avlning qilgashi zulmdan iboratdir. Musulmonlar tajovuz qilgan. Tajovuz qilganligi sababidan elib qolgan jazo yurish bo'lgan ekan bu. Shuni loyiq jazo deb qarab, bunimi ayında deb atadi deydi. Bu alqa aratildikan shu mushakala va jazo sayyiatin sayyatun misla deganda. Mujanasal amaliyatu sayya emasmi? Allohning shariati bo'yicha jazolash sayyat narsa emas. Ama Allohning jazo yurishi sayyat narsa emas. Allohning qilgan sayyi bo'lgan ekan, ayında usallik qilsin, biz usallik qilmaymiz degandek. Bir xil alqa gapni qamlashtirgan narsalarmi bu. Xuddi masalan famanatu alaykum fa'tadu alay. Mana fa'tadu alay degan bu buyruq, ana bizning o qilganimiz e'tida emas. Islom qo'shinining ular qartaqini e'tida emas. Ani qiyashi e'tida bo'lgan ekan, xudalik nasulloh fanasiyahum. To'lg'isiniz to'lg'aydi degandek. Qatalahumul mushrikuna amal Hudaybiyati fi shahril haram. Endi ma keyingi oyatning tafsiriga munosabat yapma. Mushriklar Hudaybiya yili tuzgan yili musulmonlar umr qilg'ili bas to'silib, shu haram qilingan oyda Zilqa'dada urushqanda musulmonlar bilan. Urushda cho'ng'ir urushimida, lekin ancha-muncha o'qiya aytishib, ancha-muncha tash etishib, surkilish bo'ldi endi. Hatto musulmonlar shu chaqda qanday qildi? O'limga bayat qildi. Bayat Ridvon shu chaqda bo'ldi emasmi? 1900 kishilik qo'shin yoki umri qiluvchilar guruhi Rasulullohning rahbarligida umri qilg'ili bo'lsa to'sib oldi. To'sib olgandan Hazrat Osmonni yotib, Hazrat Osmon o'ltirilibdi degan xabar keldi. Elchiyas. Shundan shu chaqda tahta shajara hammadan zodi o'lgicha mishadi. Urushimiz bo'lalar deb bayat qilgan. Shu bayat Ridvon degan shu. U Dulqadada bo'lgan ashabimiz shirkatin bayat qildi. Salma ibn al-Akwa. Andın Osman yo'qolib ketgach shu chaqda nima ma Osmonning qo'li deb Rasululloh Osmonning mislan qo'li deb o'zining qo'li bilan bayat qilgan. Ana shu chaqda Osmon qaytib keldi. O'ltirga xato chiqdi. Shunlar andan qadaqlilarda shaylar deb andan sulh yozdi. U Hudaybiya sulhida musulmonlardan biri nimaga chiqsa qaytmaydigan kafirlarga qochib qolsa. Kafirlardan birisi musulmon bo'lib musulmonning qashqasi yendiradigan. Bunda turli kelishimlar bor. Buni hamda keyingi natijasi intayin foydali bir usul bo'lg'achqa, bu usulni tuzgan chaqda Hazrat Umar jiqni turib olgan. Rasulullohga bu Makkani fath qilamiz, Makka shirimiz deb sizlar tush ko'rdim deb bishoratlagan deb degan la tadkhulunnal masjidil harama laqad sadaqallohu rasulahu ru'ya bil haqq nima hozir biz bunda nima qilamdi, bo'lg'imda tanazul qilamdi,
qanday makka shimidik qo deganiga andin rasululloh gap moy turasa abu bakrni qasdi ganda degan ekan u alloh taolo baga va'dasini u rasululloh vujud chiqarib turdi amana u cho'qim makka chirmas axira yanında ko'zga chirib olgan ekan rasululloh makkaga chirdiganligimizni degan lekin mush yil mush qatimni chirimiz dedimmi chirimiz lekin hozir emas hazrati umar shu chog'da shu rasulullohning Abu Bakr'dan ko'zga chirib olganligidan keyin qo'rqib ketib men shu chog'da ajab ko'ngli qarliq tutganman bu rasululloh tursa buni bu qandaga ko'zga chirib olsam qandog'ini deb shu ishimda men ketkizib qo'yaptim deb pushmon qilib ham qo'rqib shu ishidan to'liq qul ozod qilib ibodatni qilib shuning gunohi yuyilib ketgan deb ko'ngilda shuningda nurg'un ibodatni qilgan. Demak bu sulh Hudaybiya Emniyetinde sulhda Müslümanlar sel ziyan tatqanda körengini bilen bu Müslümanlar için beklen faydalı olan hatta şu sulhda Hudaybiyaning özüne feth şu da qaraydiganlar. İnna fatahna laka fathan mubina deganmish. Fathna shuna şu Fathul Hudaybiya deb qaraydiganlar. Makka fathu fatamas Hudaybiya sulhi ma fatha. Yani mush ish orqali, mush kelishim orqali Müslümanlarga favqulodda zo'r foydaga erishgan deb qaraydi. Şu İmam Şafii Mekke feth kılınmagan dedi. Sülüle ilingan fethilgen var sülüle diye bir yer. Demek ulağa faqila lahum inda khurucihim min umratil qada ve kerahiyetil qital. Demek bulam da şu jile ömrü kılanmıdı. Araplar da müşriklar bu yıl kelip lan bunda xalığınca ömrü kesse biz bu Arapların aldıda aciz körden kalamaz. Biz yo'q deb to'sib olgan bular. Ani kelar yilmanda bizning ruxsatimiz bilan biz ma'qul bo'libdi degan tariqadan kelib bunda umr qilishga nima qillar deb shu taklifni bergan. Ya'ni ma'qul. Chunki bu musulmonlar foydali qilib olgan ekan, Rasululloh ma'qul deb shuni kelishgan. Ya'ni Makkada kelar yili kelib umr qilib 3 kun turdiganga, Makkaga unda Qur'onni ko'tarib bunda chimaydigan, Qur'onni shu Qur'on sanduqlari, Qur'on xo'jinlariga tiqib chidiganga oyda kelishgan. Demek bu anda o'ttir bir hal qilg'uch chora. Uning o'zi ketmaydigan, ma'lum oxiga elib ketgan bo'lmaydigan, o'ttirda unda normal bir ichki tarbiya yozilgan bir chora. Bunda nima qilgan? Keyin hamda bu kelar yili shu umrning qazosini qilish uchun chiqdi shunama musulmonlar. Chiqqan chaqda musulmonlar bu kafirlar yana bunda bir o'ktamlik qilib, ramzonlik qilsa urushib qolamizmi? O'sha haram oyda, o'sha haramda urushib qolamizmi deb toza ko'ngil beram bo'lib musulmonlar. Qilgan chaqda bu Zulqa'dada shu chaqda oyat tushdi dedi. Eş-şehrul haramu biş-şehril haram. Haram ay bilan. Anınga, mamanınga, canıga can, kanı kan degan. Ey hada şehru bidalika şehr. Ma ay ayning muqobilida, anın qarşılığında ma birga bir olduq degandek. Ve hatkuhu bihatki. Ma dafsanni qilish sababidan yoki ashunun qarşılığı bo'lgan ish. Yani tahtikuna hurmatahu alayhim kema hataku hurmatahu alaykum. Xuddi sizlarni haram oydan tusulib sizlarga urushgan tuğa, mush oyning hurmatini dafsanni qilganda, sizlarmi bunda oyning hurmatini dafsanni qilib, ashularni adab qilishlarmiz. Vel hurmat qisas. Demak, xuddi jon, badan a'zolarini nobud qilish qisas ilishni keltirib chiqargandek, bir narsaning hurmatini dafsanni qilishmi, qisasini ilishni talab qiladigan narsa. Ey ve kullu hurmatin yecri fiyal qisas. Demek oyunda hurmatni dafsanda qilish degan ashuma qisaslandiga ish dedi. Men hataka hurmatan ayya hurmatin kanat iqtissa minhu. Demek qanda bir narsa hurmatini dafsanda qilib jinoyat sodir qilgan, uning qarta biz uni dafsanda qilib jazolaymiz dedi. Uning hurmatini dafsanda qilamiz. Tahina hataku hurmata shahrikum. Demek sizlarning shu chaqda chiqqan umr qilib chiqqan shu eyanglarning hurmatini dafsanda qilib sizga qarshi jang e'lon qilgandek, sizlarmi ularga mushunda avval duch kelsangiz jang e'lon qilinglar, parvo qilmanglar. Çünkü sizlar başlamadınız bunu. Avval başladı. Vel badi azlam. Ve akkada zalika bi qawli. Yani bunu tahmin ta'kidlabam da. Mana faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi misli ma i'tada. Kimki sizlarga anda tajovuz qilsa, sizlarni ashula qilgan tajovuz o'xshash tajovuzni qilinglar. Qisas degan nima shu? Mumatala. O'xshashini qilgan gap. Ortiq bo'lsa bo'lmaydi. O'xshamaydigan shayga boshqa qilsak bo'lmaydi. Men şartiya kimiki munda qilsa siz munda qilinglar. Val ba'u g'ayri zaida. Ba degan mishada bimisli degan. G'ayri zaida degani ashulaning tajovuziga o'xshash qilgan bir jazo bilan jazolanglar degan bo'ldi. Bu
Fırlık kartılan yapma. Ya hazır bu küfürlüğülememez. Umum hazır. Lafz umum. Aldıdan lekin kafirliğinden boğan uruştu keldi hazır. Lekin lafz umum. Kim ki Müslüman olsun kafir olsun size tecavüz yapasın. Mağı Müslümandan birisi bakalım birisi urup gitti. Şunu usak buldu. Kim olsun kadınızlar tecavüz deyse tecavüz kılmaz. Biraz bir yer Allah'ın sözü artağımız ruhsat uruşumuz doğru gitmez. Zaten bunu sakınmayın Allah'tan. Bu ruhsat hazır. Bu ruhsatını bildirdi. Ama kısasta hakikisi bu kadar nasıl var? Lekin baba aşında edepsen buldu deydi. Şu an ayette femen afa ve aslaha fe ecruhu Allah dedi. Demek bu kılıp o işini umuşap tüzüp bundan mutlaysa şurada o yaxşı dedi. Demek bu ayet hazır. Kim ki ziyan geçtiyse sizler şunun o işini kılıp cezalanlar dedi işte ama men şart evvelbe gayri zayda. Yani bir bazı taktik ekemede şu altı normal kelde dedi. Ve takdir bi ukuba mumatele udvanim. Aşulanın kıygan tecavüzçılığa tenkildiğin bir ceza bilen cezalanlar dedi. İ'tida degan bir şey cezalanlar degan gap. Onun kılmış i'tida olga chiqamidi? İ'tida deb atadi. Ev zayda yoki zayda desek bu hali ta'kidlash uchun keldi. Yani barbini elib tashlasak bo'ldi. Masalan, "Famanata alaykum fa'tadu alayhim misla ma'tada alaykum" degandek bunda desak bo'ldi. Lekin bu şey ta'kidlash uchun keldi deymiz. Ve taqdiru udwanan misla udwanihim. Wattaqullah fi hal kawnikum muntasirin. Mana sizlar Allah'tan korkunglar dedi. Şundaca sizlar qalbi qilib, ustun o'rin tuğa vaqtında Allah'tan korkunglar. Men yandım deplamashga aytganman, sen meni qirib tashlashni qilmanglar. Fala ta'dulu ila ma la yahillu lakum. Sizlar halol bo'lmaydigan narsaga tajovuz qilmanglar. Ayollarnimi, shaqollarnimi qirib o'tib, uch jamoat qirib o'tish degandek ishni qilmanglar. Va alamu annalloha ma'al muttaqin. Muttaqil bilan buldu, bunu bilinglar dedi. Qanday muttaqil bilan buldu? Onun riayeti, nusreti, rahmeti bilan bilinglar. Ve anfiqu fi sabilillah. Yani Allah yolda mal sarf qilinglar. Tasaddaqu dedi. Yani sadaq beringlar demoqchi. Fi ridallahi. Allah Taala'nın razılıkını keltirdiğin işlerde sadaq beringlar. Ve huve amun fil cihad ve gayrihi. Bu ya cihad qılam sarf qilish emas. Umum malını sarf qilishda, bütün xeyr saxovatda mal sarf qilishda umum deydi. Cihad va undan boshqa ishlar. Va la tulqu bi aydikum ila tahlika. O'zingni o'z qo'linglar bilan halokatga tashlab qo'ymanglar. Nima uchun aydikum dedi? Bu majazimda. Chunki ko'pincha qildigan ish qo'llar sodir bo'lgan bo'g'achqa, ya'ni o'zinglardan bu majazdir. Ta'biran bil ba'd anil kull. Alaqatuhu al ba'diyya deganda. Demak, o'zinglarni tahlika tashlamanglar. Ay anfusakum. Wal ba'u zayda. Davom ekan, ba'zan ya zayda. Ta'kid uchun kelgan dedi. Ya'ni nimani ta'kidlash uchun? Nahyini ta'kidlash uchun. Nima uchun zayda demoqchada? Zayda degan ta'kid degan gap. Bunu elbetsekmi? Ma'ni qatnashiverdi demakchi. Chunki alqa degan so'z u ba bilan mutaaddi bo'lmaydi. O'zi oldiga mutaaddi bo'laverdi. Fa alqa asahu degandek, fa alqa Musa asahu da. Masalan, bi asahu deb kelmaydi-ku. Bar bo'lmasin bo'laverdi. Do'lkin ba'ni chirishi ta'kidlash uchun chiydi deymiz. Al-ba'u ta'kid, ya'ni o'zinglarni aloqa tashlamanglar, hargiz degandek bunda ta'kidlamoqchi. Ev ve la taqtulu anfusakum biyadikum. Yaki o'zinglarni o'z qo'lingizga utamanglar. Kama yuqalu ahlaka fulan nafsu biyadihi idza tasabbaba lihlakiha. Mesela birisi o'zini halok qilsa, o'z qo'li bilan bunda o'zini halok qildi emasmi deydigan so'z bor. Shunga o'xshash. Bu yerdan ma'ni nima? An-nahi an tarkil infaq fi sabilillah. Bu yerdan da Alloh yo'lida pul xarjlamay turib olish. Mushuni cheklaydi. Chunki pulni sarf qilmay turib olgan chaqda şu canı halaket geldi deyin. Ömer Vaydak aşında adamlar pul xizmeti turvağaçqa halaket kelgöz vaqt. Demek ya nahi azar pul xizmeti turvalash ham g'azat qilmay turvalash. Ikkini iskan turlishning o'zi halaket sebep bo'ldi. Halaket sebep bo'ldi. Anda g'azat qilmay, jihad qilmay turvalashning o'zimi halaket sebep. Demek ya nahi azar ikkinasi. Cihad qilmay turvalash, pul xizmay turvalash. Demek cihad qilishning ichida shu pulni sarf qilishim bor. Va jahidu fillahi bi amwalikum anfusikum degan. Pulni tugab ketdi, halok bo'ldi. Zamu tugaysa hammasi tugaydi. Ev anil israfi fi nafaqati hatta yafqara nafsuhu. Yoki pulni bo'lishi xaylaverib, keyin o'zing faqirlashib, ashta o'lsa degan ma'no bo'ldi. Va yadi'u iyalu, balchaqlarimiz zayoqlab, ochyalanib qoladi. Bundan tafsir qilganlar. Ma va la tulqu bi aydikum ila tahluka degan Mesela birisi ba pulmallarni xayzlab bundalan pulmalni ajrab tutdi. Netinin bo'ldi, o'zini harakat tashding.
Şöyle bir yerde anda pulni buzib chechib etme degan ma'no bo'ldi. Pulni buzib chechib etsang ki o'zingni halokatga yo'liqtirgan bo'lsa, och qolsa degan gap. Yoki ani ixtiyor bin nafs, o'zini xatarga yo'liqtirmaslik. Xo'jamasdan birisi tankini oldiga yugurib, bir qilganday birisi bu xatarga yo'liqtirdi deyish mumkin. Bunda tafsir qilinibdi. Masalan, Fathul Qustantiniyada, hozir Istanbulni fath qilishda Abu Ayyub al-Ansarilar shu bunga harakat qilganmi bilsa, u chaqda fath qilmagan, keyin Muhammad al-Fatih fath qilgan. Lekin Abu Ayyub al-Ansari Rasulullohning shu hadisiga asosan men shu qo'shinning ishida bo'lsam ekan deb arzu qilib, la taftahunnal Qustantiniya fala na'mal amiruha va la na'mal jaysh zalikal jaysh hadis qilib, men shuning ishida bo'lsam ekan, shu qo'shinning ishida bo'lsam ekan deb jiq tirishchilik ko'rsatgan. Ne chiqatim berib ashada urushgan. Lekin Qustantiniya u chaqda fath qilmagan. Shu chaqda jang bo'lgan chaqda Rimlikning shu 400 qo'shinning ichiga bir musulmon talvan hamla qilib o'shani shirkitda qirchab qilib shirkitibdi. Yolg'iz shirketgan chaqda qo'shindikilar bu o'zini alokatga tashlab berdi bu debdi. Degandikan shu jangda Abu Ayyub al-Ansari bakan, bo'lganikan ya bu Rasululloh vaqtida biz bunda jihad qilgan, biz battiq mushahid tushgan chaqda. Bu sizga ma'noda tushgan oyat emas bu. Bu uni tushmaydi. Bu o'zini alokatga tashlab bergan bo'lmaydi bu. Ya'ni sizlar shu jihad qilmay, pul xarjlamay, bunda o'tirasanlar, unda ma'va alokatga tashlaganlar. Har xil tafsir qilinadi. Shu so'zga asosan oldi-keyindan julublam asan va tulqu beydikum la tahlika. Ana sababun nuzul uni bilan munosabatsiz al-ibra bi umumul lafz deb lam oladigan. Ani va tulqu beydikum la tahlika desa, biz uni alokatga tashlamaylar. Pullarni hammani xarjlatib qo'ylar, o'tirib alakummanlar. Düşmanga qaramliq qilib etiblam o'lab jonini alakka tashlamanlar. Yani har xil tafsir qilinibdi. Aw an tarkil ghazwalladhi huwa taqwiyatun lil adu. Düşmanni kuchlantiradigan ishni qilib o'zingni alakka tashlaman. Düşman kuchlanadigan ish qaysi? Jihadni tashlasanlar, düşman kuchlanadigan. Va tahluka wal halak wal halku wahid. Tahluka degan ma'nosi halak wal halk degandek masdar bu. Halakat deganni. Va ahsinu yana ihson bilan ish qilinglar dedi. Yani bu yerda bunda tafsir qilibdi. Siz pul xarjlasanglar, Alloh taolo u pulning o'rnini to'ldirib berganligiga ishonch qilgan holatda bunda qilinglar demoqchi. Lekin bu yerda ihson degani umum ma'nosida olsak, barliq ish harakatlaringizda ihson darajasi bilan ish ko'ringlar degan. Innalloha yuhibbul muhsinin. Alloh taolo haqiqatan ihson qiluvchilarga amroqdir, yaxshi ko'rdi. Bu yerda ihson qiluvchilarga muhtojlarga, pul sarf qilishni deb tafsir qilgan muhtojlarga, ihson qiluvchilarga. Hatto Musallatul Kazzab qarshi Yaman urushi bo'lgan chaqdimi? Shu chaqda qattiq urush qilgan. Urusha musulmonlar g'alaba qilama Xolid ibn Validning usta. Axira Xolid ibn Valid har xil chorini ko'rgan. Har qabila ayrim bilanlar deb imtiyoz degan. Demek bu yerda bosh bo'lgan ekan, har bir qabila ayrim bilanlar deganki, ma falan qabila, ma piston jamoat, ma bunda bo'lgan ekan, u chaqdan biz bu yerda qaysarlik bilan jang qilsak, bizning nomimiz bunda nima bo'ldi? Agar qaysaq, ya'ni bu qilsak, bizning nomimiz kirdi, qabilaga dog' ketdi deb, Arabning nimasida taqa qabila ma'nosi bo'lgan ekan, bular qattiq urushgan. Endi sahobadan, Rasululloh bilan urushgan sahobadan, masalan, Hazrat Umarning ustuqni var. Zeyd ibn Xattab mı? Aşu, bunda qarsa bu yaş balla, ular taza tuzuk uruşanmay, yana uruşlarni chekinib bunda qilgankin, to'xtanglar, biz Rasulullohning vaqtida manda urushmaydi. Manda urushni ko'rib bakmagan. Urushganda manda qilmaymiz deb, bu etini nima qilib o'tib, tutnimi tizini bog'lab qo'yib, unda urushib ketgan. Qaçmaydiganga, unda qilmaymiz deb urushib. Şu Ömer el-Muhtar'ın kinosidimi? Sizni bog'lab qo'yib turishdi-ku. Chekinmaslikka. Chekinmay deb qoldim. Ojizlik inson ojizlik qilib qismi chekinmaydigan. Va atimmul hajj wal umrata lillah. Endi haj va umrni Alloh uchun tamomlanglar dedi. Ya'ni va adduhuma tammayni va sharoitima. Uning to'liq sharoitini hozirlab, to'liq ado qilinglar dedi. Farzlarni, sharoitlarini hozirlab. Livajhillah, lillah degan Allohning roziligini ko'zlab. Allah üçünlü kılınlar. Başka hacim desin, manda desin deb emas. Bila tavanin ve nuksan. Boşanlık kılmasdan, kem kılmasdan. Tavan deganni, ya tavan deganni
xususliq bo'shanlik qilish debdi. Vaqila al-itmam yakunu ba'da shuru. Manda tafsir qilinib, manda deyilibdi. Bu tamomlash degan birinchisi ado qilish deb tafsir qildi. Ma ikkinchisi bunda başlagan narsani to'liqlanglar, tamomlanglar deb tafsir qiladi. Tamomlash degan bir narsani boshlabdan chalaqabdi, buni tamomlash deymiz. Va mishada sen bir umra hajga chiqib bo'lgan bo'lsang, oyoq chiqirib degan bo'ldi deydi. Fa dalilun ala anna man sharafihima lazimahu itmamahuma. Demak, bu nimaga dalil desa, kim mush chiqgan bo'lsa, oxiriga chiqirib o'tish kerak, to'liq ado qilib o'tish kerak. Yerim yo'l to'xtab qolsa bo'lmaydi. Va binaqul bizim bunda qaraymiz. Yani biz Hanifi mazhabdagilar shunda qaraymiz. Bizning qarshimiz ma innal umra talzamu bishuru. Yani umra qilgan degan hajninkida, zodi farzlikida hech qanday ixtilof yo'q. Lekin umrning vojibmi, sunnatmi bunda ixtilof bor. Shafiy mazhabda vojib deydi. Hanifi mazhabda sunnat, jumhurning qarshi sunnat deb qaraydi. Biz hamda bunday emas. Umr degan shu boshlagan tutish qilish bilan vojib bo'lib ketadi. Asli boshlashdan burun umr qilish bu sunnat. Lekin boshlasang bu vojib bo'lib ketib qoldi deymiz deydi. Xuddi o'tgan duqqaliq nafl degan, tatavvu degan tatavvu. Lekin shunda tutish qilgan ekan, namoz o'qirkan, namoz o'qida quloq taqqan ekan, oyoq qisqartish kerak. Agar tutish qilib chiqamay buzitib qolsang, ya ro'znamo nafl ro'zni. Keyin qazosini qilsa degandek bir gapni qilgan. Shunga o'xshaydi nima? ولا تمسك للشافعي رحمه الله بالآية على لزوم العمرة. Yani umre vacip deganga İmam Şafii rahmetullahi alayhining mayda dalil chiqmaydi. Ammo dalil qilib ko'rsatgan, lekin dalilga yaramaydi bunga. Yani bu mazhabning o'zini jumhurning kuchlantiryaptilar. Chunki oyatda buyurilgani to'liqlashni buyurdi, nima? To'liqlash vacip degan gap chiqdi. Bunda hammalar ittifoq. To'liqlash vacibmi? Vacib. Ammo normal holatda umra qilay deb boshlashcho bu sunnat. Bunda deb turoldi. Vaqat yu'maru bi itmal vacib va tatavvu. Ba'zi vacibni tamomlashga, tatavvuni tamomlash buyurishi mumkin. Shunga o'xshash. Aw itmamuha an tuhrima bihima min duwayrat ahlik. Yoki bunda tafsir qilsang bo'ldi. Bu Hazrat Alidan kelgan tafsirkan. Umrini, hajni tamom qilish degan, sen shu uyingdan tortib ihrom bog'lab bunda qilsang, to'liq bunda haj qilgan bo'lsa deb tafsir. Aw an tufrida likulli wahidin minhuma safaran. Bu Hazrat Ibn Umarning qarashi ekan tafsiri. İtmamul haj va umr degan hajgimi ayrim bir safar qilsa, umrgimi ayrim bo'lgan. To'liq degani bir safarda ikkini qilib olsang to'liq bo'lmaydi. Ikki safar qilsang undan to'liq bo'ldi deb qarab tur. Aw an tunfiqa fima halalan. Yoki bir tafsirda tamomlanma degan gap, unga halol pul sarf qilinlar degan. Halol pul sarf qilsa tamom ado qilgan mumkin. Sal nima aralashib qolsa, u tamom bo'lmaydi. Aw an la tattajira ma'ahuma. Yoki uni qilgan chaqda uning bilan birga tijorat, boshqa bir ishlarni qilmay, sap aşı umra hecdan qilma deb shu ishni qilib qaysam, bu mukammal nima qilgan bo'ladi. Ammo tijorat bilan boshqa maqsadlar aralashib qolsa, o'chadi bu toza to'liq bo'lmay qoldi degan ma'noda tafsir. Endi umrning vojibligiga, sunnatga ixtilof bor. Rasulullohdan bir kishi so'g'an, umr to'g'riliq avajibatun hiya desa, Rasululloh ya va an ta'tamiru khayrul lakum. Da bidayat mujtahidning jumhurning chiqdi. Fain uhsirtum agar sizlar to'slab qolsanglar, yuqalu ahsara fulanun ida manahu amrun min khawfin aw maradin aw ajzin. Masalan, bir odamni bir ojizlik, bir kasallik ya bir endişe buni to'sab qo'ysa, uhsira deymiz endi. Yo'ldan to'sab qoldi, to'xtab qoldi, shu yo'lni davomlashtirib olmay qoldi degan. Hasara degan so'zuncha bir dushman algı ilgirleştin to'sab qo'ysa, to'sib olsa oldini hasar deymiz. Va indana al-ihsar yatbudu bi kulli man'an min aduwin aw marad. Bizning nazarimizda ihsar degan dushman bo'lsin ya kasal bo'lsin ya qanday bir sabab bo'lsin to'sib olsa, mush oyatning zohiriga asosan bu to'slab qilish degan ahvol vujudga chiqqan bo'ldi. Mesela bizi qo'yib qilsa, bejinda tamg'o'g'ilmay chekirdan to'sib olgan duratdi. Bu ihsar. Mağman deb turgan chaqda og'rib qolib doktorxonaga yetib qoldi, bu ihsar. Mağman degan chaqda yo'ldagi pulni o'g'irladi, ma'may qoldi, bu ihsar. Buning hammasi ihsar deydi. Va qad jaa fil hadis man kusira wa urija faqad halla wa alayhi al-hajj min qabil. Kutusun kitap ya aqsab qilib qilsa hajga borolmaydigan bo'lib qolsa, bu ihramdan chiqishi kerak bo'lgan bo'ldi. Bu yerda davomlashtirmaydi demakchi. Andan bu qanday qilish kerak? Kelasi yilda bir haj qilish kerak degan. Bu Hasan darajadagi hadis ekan.
Lekin bu yerdan İmam Şafii'ning xilofi maydonga chiqdi. İmam Şafii rahmetullahi alayh yo'ldan to'slab qolish bilan degan dushmanning to'silishi bilan ihsor bo'ldi. Bu kasallar boshqasidan ihsor olmaydi deb turibdi. Lekin oyatning zohiricha yadullu alal ihsor yatahaqqaqu fil umrati aydan nima boshqa gapga o'tkirib ketdi. İmam Şafii dushman to'silishi bilan ihsor bo'ldi. Kasallar qilib boshqa ojizlik qilib ihsor olmaydi deb turibdi. Hem nima uchun desa, bu yerdan dushman to'silish voqeasi bo'lgan. Uhsirtum dedi. Bu hasara bilan uhsirga ikkisining farqi bordi. Anda fa'iza amintum degan bir so'z oyadi. Xotirjam bo'lganinglarda anda mundaqilinglar. Demak, bu yerda shu dushmandan ensirgan holatda yo'ldan to'slab qolishni maqsad qilgan. Amaliyotda bu shu chaqda bo'lgan ahvol. Shu chaqda bo'lgan ahvol misol udi, uningdan boshqami ihsor emas degan gap yo'q. Onun başka ahvallarda mı? Yahtar boz bulaverdi. Şuna Ahmet Mezar'ın karşı doğru bunun. Hem bir yerde Uhsirtum elitinin ziyade olup gelişi de çok onunla Allah'a köp mananın gıdıgan manası. Belki. Doğal manası. Kayın Uhsirtum demeyi Allah Teala Uhsirtum. Buna vazahirun nas yedul ala enel ihsar yetehakkaku fil umrat eydan. Demek ihsar diyen müşahede kayın Uhsirtum deyince hecile ömrünü tamamlananlar depilap yoldan toslap kalsanlar diyene da hecdi mi yoldan toslap kalışba, ömrüdü mü yoldan toslap kalışba. Demek Hudeybiye ile Resulullah şu ömrde yoldan toslap kaldı. Ama şikilisi buldan bazılar hecdilam ihsar vücut çıkıda ömür degende ihsar degen gap yo'q deganli bakin. Shularga raddiya beryapti. Chunki ikkisini tilga olgandan keyin men degandan ikkilisida ihsar vücut chiqidi deganlikni bildirdi. Famastaysara min al-hadi. Bunda ahvolda yo'ldan to'slab qolgan chog'da qanday qilish kerak? Sizlarga vojib bo'lgani qurbonlikdan siz qilalig'ini qilishingiz vojib. Kama tayassara minhu yuqalu yasura al-amru wastaysara. Kama yuqalu sa'aba wastasab. Yani qulay bo'lgan demak. Vel hediyu cema hediye. Hediye degan bu hediyenin köplüğü. Yani fe in muni'tum minel mudiyyi ilel beyt. Sizlar Allah'ın beytiga yolunu davamlaştırışdan toslab qalsanlar, bu çağda sizlar haj ya ömürge ihram bağlagan bolsanlar, bunda ahol toslab qalsanlar, u çağda ihramdan chiqmoqchi bolsanlar, sizga qulay bo'lgan ya tuga, ya kala, ya qo'y qas qulay bo'lsa, shuni bo'g'izlashingiz kerak. Shuni qurbonlik qilishingiz kerak degan ma'no. Ve ma degan fama deganki famastaysara deganki ma raf'un bil ibtida bu mubtada deydi. Ay fa'alaykum mastaysar. Yani mastaysara alaykum degandek ha. Ava mubtada alaykum degani hamda xabar hisobida. Aw nasbun yoki mansub o'rnida deydi. U chaqda qanday oldi? U chaqda qulay bo'lganni hadiya qilib atanglar degan ma'no. Maf'ulun bi. Yoki fa'alaykumning o'rniga fal vajibu mastaysar desakmi. Fafidiyatun min ta'am degandikan o'xshash. Va la tahliqu ru'usakum hatta yablugha alladhi mahalla. Qurbonlikni atab hadiya qilishingiz kerak. Lekin sizlar shu hadiya qurbonlikqa joyiga berib, shuni ivatimiz hamda. Biz o'zimiz baramoniga hadiya qurbonlik qilyapmiz. Joyiga berib, shu joyda bo'g'izlangan qadar siz ihramdan chiqmay turibsizlar. Mesela biz Aydurum'da Mahmud'u. Qanday qilamiz? Menga adamga falonajim mesela $200. Bana da sizlar shu ihramga berib, Minadan onun için bir qan qilibsizlar dedi. Tamam? Bunun bekbey çıkmay vaqt ketadi. Bu oyatning lafzi shu unda. Va la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadi mahalla. Hadiya qilgan narsa joyi tekkanga qadar chechon tushirmanglar degan, ya'ni ihramdan chiqmanglar degan ma'lum. Bu hozir pul to'laymiz. Pul to'laymiz. Buni masalan hozir atigan soat 10 bo'g'izlandimi yo ertaga qaldimi unutmaymiz. Buni durustlab ben Shu hozir hamda buni imtihon qiyin bo'lib ketgan ekan, undan o'qilish. Ham 2 kun saqlab ihramni qilib qiyin bo'lgan ekan. Durust deb aytib Ya ma'lumda birisiga endi topiladi, tushunami? Topilgan ekan, buni durust emas, lekin Mina kuni bo'lib, shu bir kun hech bo'lmasa, bunda bir vaqt o'tganligi bo'lish kerak. Ha, mesela Arafat kuni gacha ihramdan chiqib bo'lmaydi. Hech kuni bo'ldi, hech kuni anda hech bo'lmasa bir tushkicha ihram turish kerak. Uninggacha chiqsa bo'lmaydi. Inom kirishdan burun do'stlab qolsin. Bu chog'da bo'ldi. Lekin yo'l chiqib qanaqa yarim yo'ldan Ya ihram bog'lamagan bo'lsa mayli. Chunki ihramdan chiqish uchun shunda adina joyi yetkazish kerak. Ihramga chimagan bo'lsa bo'ldi, hech narsa yo'q. Çünkü ihramga chimaganligi buni taqa hajni rasmiy tutish qilmaganlikning alomati. Bu qo'yni fiyatdan bo'g'izdas bundan. Bo'lmaydi. Mana oyat hatto yablug'al hadi mahallan hatta badiyan naga topa bo'lgan, bu hadiya joyiga borgan bo'ldi. O yerim yo'lda bo'g'izlar, o yo'lda
Ötenlerge atılmagan onu. Resulullah sulh Hudeybiye'de boğazlatken mi? Hudeybiye boğulgan. Hudeybiye ne? Bunday emas. Hudeybiye degan Mekke'ye yaqin yer. Uning bir qismi haram doirasida, bir qismi halol doirasida. Rasululloh halol doirani bo'g'izlagan. Balagal hadi mahalla bo'lgan shu. Demak, masalan, ma qo'yni, ya manch pulga ma bir qo'y olib, shu minar bo'g'izlashlar deb topiladimi? Ya telefon orqali o'zga topiladi. O'zim olmagan ekan. Ana bu hayit kuni qo'yni bo'g'izlab bo'lganda, endi mening qurbonliqim bo'lganda deb ko'ngil xotirjam bo'lgan chog'da ana chekishdi bu chiqadi. Yaga shu biradin topilgan bo'lsa, ham hayit kuni soatda, pishim soati bilan shuni bo'g'izlatala. Men shu chog'da endi eram chiqayray deb tushib qo'ysa, shu odam shudal vaqt bo'g'izlab bo'ldi. Ya telefonda so'zlashtirib, menga bo'g'izlamaz, ha bo'g'izlatdim, hamda eramni chiqadi. Hozir qulay endi. Bir o chiqqay burun o sheyga bormen deb Dubai kelib bajim ehramni chirib, ehram deb Bu burun silag'anlik hamda. Lekin o ehram deganda miqatdan bog'laydigan gap, bu Dubai turib bog'lasinmaydi. Qilibdaysiz. Çünkü bazılar miqatdan o'tgan bo'lsa, andın masala bor edi. Miqatgacha dago haram kaysin kaymisin o'xshash deydiganlar bor. Ya qashi hisob deydiganlar bor. Shunga eng yaxshisi ehramni miqatdan bog'lash sunna. Shunga İmam Malik rahmatullohi alayhi Madinadan bog'lab mansum bo'ldigan ishni atadan shu Zulhulayfaga chiqib, shu yerdan bog'lab chiqqan. Aşağıda uydan bog'lab chiqishni bid'at deb chiqqan. Çünkü Resulullah ödün bağlar tutun bolup lekin Zulhulayfadan bağlagan, şu yerden bağlaymayız. Çünkü zaten bununla xilaflık qilsa, sünnet xilaflık qilsa, aşında kaşıl çıkılmaz. Öyden çıkıptı bu. Zulhulayfaga miqatni berib qo'yish bir kaşıllab, ya telefon gap qilib, ya safar qilsa bo'lmaydi, ya anang og'rib qoldi, doktorxona operatsiya qildi degan birini o'ylab qolsa qanday qildi? Ya bir qon kelgan gap. Kelar yil haj qilish, shunga umrga berish kerak bo'ldi. Ammo shu Zulhulayfadan qilsa, rasmi shu yerga bog'lanib qolgan yer shu anda. Şu bağlanıp kalığına ahirqa nimaga keçip turgan shu yaxshi. Demak, hozirda bu kishi qurbonlik zot joyiga Makka yetkicha Minoga berib va Makkaga berib bo'zdan qadar chechib tushmaydi. Al-Xitob lil muhsarin, ya'ni to'sab qolgan kishilarga xitob qilyapti. Ya'ni sizlar shu hadiya qilib ivatgan qurbonlik meninglar haramga berib, bo'zlangan joyga berib bo'zlandi deb bilgandan keyin andin chechan tushutlar, uning qadar chechan tushutmaysizlar dedi. وهو حجة لنا في أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم. Yani bir mezhepte haramga bağlandan keyin unda bo'zlandi deb qaradi. İmam Şafii ya shu to'xtab qolgan bo'zlandi tutqanisi bo'ldi. Sherik faqirligi taqdisi bo'ldi. Demak, bu oyatning lafzi bizga dalil dedi. Hatta yablugha ladhi mahalla degan ekan, mahalla natda haramda. Demak, Şafii va jumhur billa bo'lishi mumkin. Yani ular to'xtab qoldi. To'xtab qolganda shu yerdan bo'zlandida sherik faqir miskinlik yesi bo'ldi. İz indahu yejuzu fi gayril haram. Haram dağıski çimeydaka. Başlaya turupma, yerime oturup bozulası bulardı dedi. Femen kâne minkum maridan. Şuna haysanlar kesel olup kalsa, yani çaşını çüydüzüşke muhtaç bulduğun bir kesellik. Alaka çeçip iştesip gitti mesela. Ev bihi edem mirasi. Ya ki beşide ayında bir azar verdiğin bir nas bulup kalsa, çeşini çüydüzüşke bulmaydıgan. Pet ve yara digendek. Fefidyetun onun boynuğa çeşini çüyütüp kalsa fidye veriş vacip. Kummel olayım tutma. Kummel degen. Bak degen can. Bak degen düge. Büyüdek sekleyde deyimiz var. Ya tursun önünde ama işte. Berğus, berağit. Kummel degen pet. Bal ismini sike deyimiz. Fidye idha halaka fidyetun min siyamin salatat ayyam. Rozunu kaç gün tuttu? 3 gün. O sadaka. Yoki 6 miskinga, her miskinga yarım saatten, yani 1 kilodan buğday, 1 kilo buğdaydan burada. Ev nusuk degan qurbonlik qon degan gap. Yani bu bir qo'y. Bu masdar. Nusuk degan masdar yoki nasikaning ko'p kaliti bo'ldi. Nasikatun va nusuk deb. Fa iza amintum, sizlar endi dushman oldin to'solab keyin andin xotirjam bo'ldinglar. Xotirjam bo'lganinglarda ay fa iza lam tuhsaru, yani sizlar o'sha to'slab qolmadinglar endi xotirjam bo'lgan. Ve kuntum fi hali emnin ve saatin. Toslab qolmay xotirjam rahat tuğuninglarda femen tamatta'a bil umrati lil haj. Umrdan tatib hajga qadar bahriman bo'lib, huzur alavatli bo'lsa, bahriman bo'lsa deylar. Yani bu umrdan haj vaqti qadar bahriman bo'lsa degan intifa'u bit taqarrub ila Allah. Umr bilan haj oraliqida taat ibodat bilan shunda Alloh taologa yaqinchilik qilib ibodat qilib olsa, qabla intifa'ihi bit taqarrub bil haj. Hajni qilishni ilgari shundacha qishni qila olsa dedi.
وقيل إذا حل من عمرته انتفع باستباحة ما كان محرما عليه إلى أن يحرم بالحج. من دام تفسير قنطم يعني هاي تمتع قصة demek mi? Aşkın tefsiri. Yani ihram bağlagan çağda haramda çekildiğin işlerini arlıkta ihramdan çıkıp lan ömrü kılıp ihramdan çıkıp keyin hajga kadar turish jarayonida qalgancha ihram bağlamagan adam qilalig'iga holatda yashab bunda bahramand bo'lsa deydi. Yani hech tamattu qilsa degan ma'no. Famastaysara min al-hadi. Bu chaqda qulay bo'lgan qurbonlik hadiyani qurbonlik qilsin, yani hadiya qilsin. Bu bo'lsa mutaning hadiyasi. Şuna acı tamattuda qurbonlik qilish kerak. Muta degan bahramand bo'lish. Bu adab nimadan bahramand bo'ldi? Tamattu muta degan boshqa bahramand bo'lish, huzurlanish degan bo'ldi. Bu nimada huzurlandi? Asli bu umrga ayrim, hajga ayrim safar qilib jafoat qilish kerak edi buni. Hozir bir safar bilan bir safarni qisqartib o'tar, rahat oldi. Yana bir tarafdan olib bilsak, umrini qilib hajga arliqda ayollarga yaqin kelish, o'zining kiyimini kiyish va kaza jiqnasini bahramand bo'lish. Bundan keyin bu endi bir rahat tashqiliyash degandek. Yani qironmi bir xil tamattu kirdi. Qiron. Nima uchun? Bir safarda ikki narsani qildi. 11 xil tamattu. Bugun qiranda ham chiqmaydimi? Qiron chiqmaydi shu, lekin qon kildi shu. Va nuskun yu'kadu minhu va yuzbahu yawman nahr. Qachon bo'g'izlaydi buni? Eid kuni bo'g'izlaydi. Mina turib. Mesela qon kelgan qonidan ma hadiya so'xmaydi-na. Shu ma'noda hadiya dedi. Hadiya deb atagan ekan, ash nimadan elib berish kerak. Lekin qon deganda yasha Makkadan mijozini bilan qilyapsa, hatto uni qon kelgan narsani haramga yetkazish shart emas. Sidyani vatanga guruh qilib yurpasin bo'ldi. Bir qon keldi menga, ya menda xatolik qilibdi, chizim tushirib qoldi, menda oldi, qon qilib yanga deb yurvasil bo'ldi. Lekin hadiya deganda bu hadiya qilib atagan ekan, haramga opirish kerak. Haramdan boshqa hech bo'lmaydi. Tamallam yajid, kimiki endi qurbonlik qilinmaydi ekan. Hadiya qurbonlik qilinmaydi. Fasiyamu 3 ayyamin fil haj. Haj kunlarda 3 kun ro'za tutish kerak. Haj vaqtida. Bu haj vaqti degani nima? Umr qilgan ihramlikdan hajga ihramlik arliqida deydi. Demak, hajda 3 kun ro'za tutsa, ya'ni haj deganda maqsad hozir ikki ihramning arliqida, endi hajning oxir qadar ihramdan chiqqan qadar demakchi. Mana bu mazhabda. Shafiy mazhabda umr vaqtida u emas, shu haj ishini boshlagan chaqda demak. Ikki mazhab arliqida islab qol. Va sab'atun idza raja'tum. Yani qaytqanlarda 7 kun tutsa. Bu qaytish qanday qaytish, na qaytish? Yani bu mazhabda Mina Arfatdan Makka qaytib shirish deymiz. Shafiy mazhabda o'zingning juda qaytganda deb mana. Chunki Ibn Abbas shunda tafsir qilgan Buxoriyda, "Zaraja'tum ila amsarikum." Yani nima uchun haj vaqtida 3 ni mana yetdin dedi. Chunki haj vaqtida tutish tez. Shu oz qismini aning tutib, 7 degan ko'p qismini rahatroq aram o'tishganda tutish deb yengiltishyapti. Lekin 3 kunni haj vaqtida binar bor ishqa o'tibqa. Evet bak. Fil haj degan ekan, hajni qilayotgan chaqda. 3 kunda to'qim oqaqida tutish kerak. 7 kunda emasmi? Ya ayrim tutsun bo'ldi, bo'lib tutsun bo'ldi. 3 kunnimi ayrim tutsun bo'ldi. Ayrim tutsa, haj vaqtida 5 kun bo'lsa. Ya mana bu mazhabni olmasa, ash umrga borgandan tartib dedim ha. Normaldan sünnet qaysi desem 8-kun ash minamamizga shuningdan tartib deydi. 3 kun tutish deydi. Yoki anda ayyam tashriq mina tug'an kunlarda tutvasin bo'ldi deydi. Yani Makka qaytib bo'lgan chaqda o chaqda tutmaysa. Ba'zi fuqarolar uyga qaytgan qadar deb Makka turayotgan jarayonning tusi bo'ldi deyish mumkin. 7dan uyga qaytganda tutsa. Qidim o'qib ketib qolib, iqtisodiyatda qo'ysish, qadir turib ro'za tutashmaydi. Bu alaqa ixtiyoriy nima kelmagan ahvol. Fa deb kelib qolsa, av deb kelmagan ahvolda. Ammo av deb kelsa ixtiyorlar. Chunki o pulla masalasi emas, ba'zida afsiz bo'ldi ahvollar. Qiyin bo'lib qoldi ahvollar. Tilka asharatun kamila. Asho mana to'liq 10 kun bo'ldi. Ya'ni 3 kunni 7 kunga qasam necha bo'ldi? 10. 8 16 degandek. Fi wuqu'iha badalan anil hadi. Yani kamila degan hozir hadining o'rniga dassashda mana kamil deganmi bo'ldi? Ya savab kamil deganmi bo'ldi? Yoki bu yerda 3 kun tutish ya 7 kun tutish. Yani haj vaqtida 3 kun tutsa yoki qaytib 7 kun tutsa deb menda tushunib qolmam. 3 kunmi tutish kerak, 7 kunmi tutish kerak bu yerda? Ya o ya bu emas, ixtiyorlik yo'q. Chiqirsa talab 10 kunning hamma talab qilingan deyishni ta'kidlab qo'yish uchun tilka asharatun kamila deb qo'ydi. Bo'lmasa bunda tushunib qolishim mumkin-da. Salata ayyamin fil hajj va sab'atun darajatun degan vovni misha avman qilib bunda tushunib qolsa unda arab tilida unda ehtimollik bor. Chunki vov degan bema'ni ibaha kildi.
Kema mesela fi jalisil Hasana ve ibn Sirin. Hasan Basri ibn Sirin bilan o'ttasang buldu dedi. Ala tarana law jalasuma aw wahidan minhuma kana mumtatilan. Ana mush gapga ikkili kishilar o'ttasimi amal qilgan bo'ldi, ikkining birilar o'ttasimi amal qilgan bo'ldi. Bu degan ixtiyorlikni bildirib qo'yilgan ahvol bor edi. Shuna bu ixtiyorlikni bildirgan emas. 3 kunnimi va 7 kunnimi biz talab qilyapmiz deganni bildirish uchun asharatun kamila deb qo'ydi. Buni ma'nomida balog'at arab tilida fazlaka deydi. Bu bir xilliqi badiyaning jumlasi. Zalika degan tamattuga ishorat bizning mazhabimizda ishora ila tamattu deydi. İz la tamattu'a ve la qirana li hadiril masjidil haram indana. Chunki bizning mazhabimizda Masjid-i Haramda turayotgan Makka aholisi og'o hajji ifrod bilan qildi. Umr bilan va hajni qiladigan shu. O'zing juda, shu islom haram bog'lab hajga chiqdi. Anda Shafi'i rahmatullohi alayhi ishara ila al-hukm alladhi huwa wujub al-hadi. İmam Shafi'i rahmatullohi alayhining nazarida bu nimaga ishora etgan? Zalik degan hadinin vacip bo'lishi yoki ro'za tutish vacip bo'lishi shu ishlar limallamakun ahlu hadil masjidil haram degan ma'no oldu ekan. Bizning nazarimizda endi tamattu qilish yoki qiron qilish urug' tuqqanlari masalan bu oila tavobat ya'ni o'zi masalan tumaydigan odam bo'lsa undan bo'ladi degan ma'no chiqadi. Velam yujib alayhim shay'an. Yani o Mekke ahliga İmam Şafii unda bir nas vacib deb nima qilmadi deydi. Yoki oyat Mekke ahliga bir nas vacib qilmadi. Liman lam yakun ahlu hadal masjidil haram degani hum ahlul mawaqit faman dunaha ila Mekke. Masjid haram emas, masjid haram bilan miqatning oraliqidagi 60-70 kilometr, necha kilometr oraliq bo'lsa, sşu oraliqda yashaydigan odamlar hammasi ahlu hadal masjidil haram degan bo'lgan. Shu haram doirasida yashaydiganlar. Mawaqitning ichida yashaydiganlar. Yani Mekke tuğallama emas, Mekkeliklam emas, keng dairde. Bağ taraftan Hudaybiye kadar, A taraftan Bize kadar Mekke'nin etrafında kadar çoğun rayon haram dairesi hesaplanır. Vettakullah fima amarakum bihi. Allah Teala sizin buyurgan ve toskan işlarda, hecbaliyetide takvadarlık kılınlar. Hecbaliyetin başka işlerden takvadarlık kılınlar. Ve alamu annallah şedidul iqab. Bilinler ki Allah Teala cezası kattık zattır. Kim için ise onun takvadarlık kılmağallağa deydi. Wallahu alamu bis savab. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.